Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda aziz aka-ukalar. Samarqand viloyati Qircha bozori sizlarga ona bola sigirlar udar holatlarini chiqarib boramiz. Hamyonbop, udar va pullar qimmat holatlardagi ona bola sigirlar bilan tanishtirib o'tamiz va narxlarini yaxshi holatda chiqarishga harakat qilamiz. Ahmedov o'z kanalidan uzoqlashmanglar. Biz videoni boshlaylik. Bismillah. Assalomu alaykum aka. Siz sotildimi? Yo'q, endi sotilyapti aka. Nasibsa aka. Ona bola kelasiz. Yo'q, bu yakka o'zi. Yakka o'zimi bu? Bu ona bola. Nechi pul ekan bu ona bola? Bu ona bolani bilmadim, kimniki ekan. Mana meniki 17 million debdan kami. Buni ha? Yakka sigir suti bormi yo'qmi? Suti yo'q. 17 million. Suyishga bo'ladi lekin. Qisir 17 million so'm aytilyapti, yaxshi. Dal yurishamiz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Buni bolasi aka? Ha, buni bolasi. Qadrli yurtdoshlar, mana buni bolasi. Nech pul so'rayapti aka? 25 baho? 25 baho qo'yilyapti, hali so'ralgani yo'q deyapti. Yaxshi. Buni-chi? 15 million so'm aytilyapti bunga. Zo'r. Ikkalasi ona bolami aka? Bolasi ko'rinishlariga e'tibor qilamiz. Ho'kizchami? Bolasi urg'och. Bu onasiga necha tuqqan? Uchinchi bolasi 15 ta suti bor. Uchinchi bolasi 15 ta suti bor deyilyapti. Necha pul bozor so'rayapti? 27. Bozor 27 million so'rab turibdi ekan, qadrli yurtdoshlar. Yaxshi. Nomer qo'yib yuboramizmi? Ayting. 97lik 288 3808 3838 raqamlariga murojaat qilamiz. Yaxshi. Savdosini bersin. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bolasi o'kizchan? O'tkiz. Necha pul bozor qilyapti? 31 qilyapti. 31 million bozor so'rayapti. Bola o'kizcha, o'zi pashti yetib olgan. 2 oylik bo'g'oz. 3 oylik qorinda bolasi bor. Javob ha? Ha, javob. O'ziga chiqadimi? O'ziga chiqadi. Nechinchi qorin? Ha. Nechinchi qorin? Bu ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin, ha? Ikkinchi qorin tuqqan ekan. Yaxshi. Assalomu alaykum. Hoji aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ona bola necha pul bozor qilyapti? Bozor o'tkiz. Nechinchi tug'ishi? 4-chi tug'ish aka. 4-chi tug'ishi ho'kiz g'unojin. 10-chi bu. 10-chi ham bolasi. 4-chi bola g'unojincha suti nechta? Suti 10 litr. 10 litrga javobmi? Ha, javob. 10 litrga javob, yeb ichishiga ham javob deyapti. Kasaliga ham javob, hammasiga javob. Yaxshi. Nomer qo'yamizmi qiziquvchilarga? Nomer qo'yamiz ham. Shartamiz. Ayting. Shartamiz siz aytdi. Akamiz. Alishirishamiz. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamasizlarmi? Ona bola sigirimiz necha pul so'rayapti bozor? 24 millionmi? Real. Ha, onasini tishi yo'q. Voy, hoji akam aytayapti, onasini tishi yo'q, meni tishimdan ham battar o'yotdi deydi. Onasini tishi yo'q ekan, bolasi ho'kizcha bo'lganligi uchun 24 million. 24 million. Savdosi bo'lyaptimi? Ha, mana o'zi 24. Gap uni. Bolasi lekin yaxshi holatda ekan. Ko'rinishlari yaxshi. 24 dan oshsa beramizmi endi? Ha, beradi.
Gap yo'q mana. Shu bozorning videoni boshlan bir barakani bosing endi. Yashang. Mana bu yakkami yo bolasi bormi buni? Yaxshi. 24 million baho qo'y. Bu suti bormi ishqilib? Eshitmadi. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Aslonsak ona bola o'tkizanki? Bola qunojincha nechta suti bor? 8 ta. 8 ta suti bor. Nech pul so'rayapti bozor? 24,5. 24,5 bozor so'rayapti. Nechinchi qorin tuqqan? Birinchi. Hali pergimi? Yaxshi. Nomer beramizmi? Ayting. 97lik 97lik 910 910 7622. 7622 raqamlariga murojaat qilasizlar. Yaxshi. Bol nech pul so'radi? 35 million. Nechta suti bor? 10 ta. Ho'kizchami? Bola qunojincha 35 million. Nechinchi tug'ishi? 1mi? 4 va 3-chi tug'ishi ekan. 3-chi tug'ishi 35 million so'rabdi bozor. Yaxshi. Savdosini bersin. Hoji aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz? Ho'kizchami? Urg'ochimi? O'ziga o'xshar ekan, qaranglar akalar, o'ziga o'xshar ekan. Udar holat. Nech pul bozor qilyapti? 18 million bozor so'rab turibdi. Berishmayapti. Yaxshi, suti bormi? Nechta? 10 ta sut beradi. Yaxshi. Oxiri baraka bo'lyapti, yo xudo xolasi. Oling bularni. Mana olmang bularni oling, mol zavqi. Nech pul ketdi? 30. Sherekam. Asma. 24. Oxiri 24 ga bitkazdingizmi? 22. 24 deyilgan. Biroy 24 deydi, biroy 22 deydi, bilmagan qoldim. Mayli, barakasini bersin. Xo'p, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nech pul ekan bu aka qizillar? Ho'kizmi bolasi? Nechinchi tug'ishi buni? 2 ta tuqqan, 3-chi qoni. Ikkinchi bolasi yonidagimi? Uchinchisi qornidami? Necha oylik qornidagi? 3 oylik. Qornidagi ham 3 oylik ekan. Yaxshi holatda. Semiz varianti ona bola sigirlari. Nechta suti bor? 7 ta suti bor. 7 ta suti bor hozircha deyapti. Bozor narxini ayting qo'yganini. Nech pulgacha so'radi? Bozor inani o'zini so'rayapti, bolalardan so'ragan yo'q. Enani o'zini, yakka o'zini nech pul so'radi? Keyin enasini o'zini 33 million bozor so'rabdi. Yaxshi. Bularchi aka, qisirmi bular? Nech pul? Suti bor buni. Suti bor, qisir mol nech pul? 20 deyapman. 20 million. Bozor 16 million so'rayapti. 20 million bozor 16 million so'rab turibdi. Suti bor. 8 ta suti bor, ha? Yaxshi. Nomer beramizmi? 77lik. Necha? 014 18 89 raqamlariga murojaat qilasizlar. Zo'r. Savdosini bersin. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ho'kizcham aka?
Nechta suti bor? 5 ta. 5 litr suti bor, bolasi ho'kizcha. Nech pul so'radi bozor? 24? 21. Qadrli yurtdoshlar, 21 million bozor so'rabdi ekan. Mana sizlarga hamyonbop narxlarda. Nechta tuqqan? 4 ta tuqqan ekan. Bitta ko'rinishiga ham qaraylik, yuzlari. Yaxshi. Savdosini bersin. Bu nima ko'rgasan? Qolgan Dabay. Instagramga, YouTube'ga qo'yib yuboramiz videoni. O'zingiz ko'rasiz. Boy. Yaxshi. Kim bor ekan? Qadrli kuzatuvchilar, Ahmedov Uz kanalidan uzoqlashmaymiz. Obuna bo'lishni unutmanglar, qisirlarni chiqarib boramiz endi. Kimdan ekan bu aka? Ha, egasi yoqda ega. Nech pul so'rashyapti aka buni? Nech pul so'rayapti? 25. 21 ekan. Qisir aka bu faqat. Bo'g'ozmi? Necha oylik? 6-7 oylik bo'g'oz 21 million bozor narx qo'yapti. Nomer bering. Nechinchi qoringa bo'g'oz? bilmayman, 6-7 qoringa bo'g'ozmi? Nomerni ayting. 93lik. Nechi? 332 39 46 raqamlariga murojaat qilasizlar. 6-7 oylik bo'g'oz ekan. 7-6 qoringa. Molimiz ozroq qariya. Ozroq emas, vobshe qariya. Yaxshi, savdosi. Aka bo'g'ozmi bular? Nechinchi qoringa aka? 4-chi qoringa ikkalasi ham bo'g'oz. Yaxshi. Hozir sut bermaydimi? Suti bor aka, 6 litr suti bor. Bozor nech pulgacha ko'rdi? 16,5 million so'mdan so'ragan, ha? Oshsa beramiz. Bitta nomeringizni bering. Telefoni yo'q ekan, yaxshi. Savdosini bersin. Kimdan ekan bu? Hozir akalardanmi? Assalomu alaykum akalar. Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka? Mana. Yaxshimisiz, salomat. Nech pul aytilyapti aka? 40 million yo'q. 40 ga yo'q. Zoti qanaqa? Eston. Sementali aralash gibrid. Qanaqa? Sementali aralash gibrid. Sementaldan tushgan gibrid. Yaxshi. Qadrli yurtdoshlar, narx-navo bilib oldik. Mana 40 millionga yo'q deyapti. Endi molni ko'rinishiga e'tibor qilamiz. Sementaldan tushgan deyapti. Semental aralash gibrid deyapti. Mashalloh, sigirni kattaligini qaranglar. Bir odamdan balandda, sal bo'yi pastroq odamdan. 40 ga yo'q, ha? Yo'q. Ne, o'zi tuqqanmi bu nima? Bu qanaqa holat? Hali g'unajin, ha? Hali g'unajincha ekan, 40 millionga yo'q. Bitta nomer beramizmi? Nomer. Yo'q, nomer telefon ishlatmaydi bu odam. Xudo xolasiz. Baraka bo'lish arafasida egasi telefon ishlatmaydi deyapti. Hop, dalish yurishamiz. Semiz qisirlardan ko'ramiz. Aka, nech pul ekan bu? 25. So'raganichi? 21,5. Qisirmi? Qisir molimiz 21,5 so'ra. Yaxshi. Aka, bu ham qisirmi? Yey, assalomu alaykum. Tug'maslardanmi? Qisir aka, Assalomu alaykum. Tug'maslardanmi? Qisir aka. Yashang. Nech pul so'rayapti? 28 deyapman, yemakka bermayapman. 28 aytilyapti, ha?
Yaxshi. Savdosini bersin. Tinch Allohga shukr. Aka qisirma bular. Bozor qancha qildi? 18. 18 so'rabdi, mana shu qisirdi. Yaxshi. Savdosini bersin. Ol, buni nima olmaysan mana? Savdosi bo'lmayapti-yu. Bo'lyapti, men qilyapman-ku. Siz savdo qilasizmi? Gap yo'q. Mana shu yakka qisirmi bu? Qisir. Qisir nechta savdo qilyapsiz? 13 million. 13 million mana shu hoji akamiz savdosini qilyapti ekan. Bermayaptimi? Yo'q. 13 ga yo'q. Yaxshi. Savdosini bersin hoji aka. Bo'l barakat. Bermay turibdi. Savdosini bersin. Xo'p. Keyingi molimiz Mickey Mouse. G'onajin variantlari. Ko'rishingiz mumkin. Bir tuqqan hali nasibsa yana Xudo xolasa bo'g'oz yo bo'g'ozmas. Noma'lum holatda turibdi egalari bu yoq ekan. Necha pul qo'yamiz aka bahosini? 20 million. 20 million aytib turilibdi, 18 ga yo'qmi? Yaxshi. 18 ga. Nomer qo'yib yuboramiz aka. Ayting. 91lik. 91lik 315 97 47 raqamlariga murojaat qilasiz. Yaxshi. Qadrli yurtdoshlar, Mickey Mouse g'onajin variantlari ham chiqyapti bozorga. Zo'r. 100 talik chist. Yaxshi. Keyingi mollarimizni o'tamiz, ya'ni g'onajinlarga chiqarish boshlaymiz. Sifatimizmi? Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Necha oylik bu aka? 5 oylik g'onajin. Nechmi so'rayapti? 14 millionga yo'q, yaxshi. Unisi 13 millionga yo'q. Savdosini bersin. Hozir aka o'taylik. Keyingi buzoqlarimiz necha oylik ekan bular? Bular yoshlar aka, bu yoshlarni bo'ladi. Hali yoshiga yetmagan, ha? 15 dan kam bor. 15 dan kami bor. Bozor so'raganchi? Ammo 12 yarim qilyapti, 12,5 ga 14 so'rabdi. Zo'r. Buni-chi? 29,5 ga yo'q. Ekalasimi? O, başta 15 dan so'rashibdi mana ekalasini. Ikkita g'unojinchani. Zo'r. O'taylik. Savdosini bersin. Nechta savdo bo'lyapti aka? 12,5 mana shu g'unojin savdo bo'lyapti. Savdosini bersin. Mana bu ham savdo bo'lyapti. Aka nechta savdo bo'lyapti bu? Ko'pini pulga ketdi. Aytingchi, ko'pini ayting. 13 million. 13 million. Bo'ybaslari balandroq 13 million so'm. Yaxshi. O'taylik sedi. G'onajin arzon bo'ldi deydi. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Nechi bilan ekan? Chao. 13. Ha, o'rtadagi 14 deyapti. 1, 2, 3 tasi 13 dan. O'rtadagi bo'y balandrog'i 14 deyapti. Bozor so'raganichi? So'ragani bular 11 so'rabdi, 11,5 bozor so'rabdi ekan. Yaxshi. Savdosini bersin. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Nechta so'rayapti aka bozor bularni? 4 Nech pul? 4 toni 48 million so'ralyapti. Ya'ni 12 dan 12 milliondan 48 million baho so'ralyapti. Yaxshi. Necha oylik bular? Yoshiga yetgan, yoshiga yetmagan shunday, ha? 50 plus minus.
Yaxshi, savdosini bersin. Bu nima so'radi aka? 14 million. Hali uzoqlik juni hali to'kilmagan. Yaxshi. Bular nechi pul so'rashyapti ekan? Bozor 12? 12 milliondan bozor so'rab turibdi ekan. Bo'ybaslari balandroq onajunchalarimiz yaxshi. Yoshi qanaqa? Ikki tish bo'lgan, ha? Yaxshi. Savdosini bersin. Nechi pul qildi aka buni? 16 million 200 ga yo'q, ha? Yaxshi. Zo'r savdosini bersin. Bular nechi pul so'rashyapti ekan? 15 million 200 ga yo'qmi? 15 million 200 ga mana shu onajunchamiz yo'q. Bermay turish. O'taylik. Keyingi onajunlarimiz. Nechi pul so'ralyapti? Qaysini akajon? Oqchasini 12,5 so'rayapti. 12,5? 17,5. Oqda 17,5. Bularchi? Savdosi bor. Bular 20 demadingiz? Yo, bular 18 million so'mda. Savdolar bozor so'ragan narxda ayting bizga. 32,5 so'rayapti ikkalasi. Ikkalasiga. Ikkitasiga 32,5, ya'ni 16 million 250 dan. Bundan yasini berib oling. Yaxshi. Nomer qo'yib yuboramiz ha. 90lik 90lik 606 66 0570. 0570 raqamlariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Zo'r. Savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga ozmi ko'pmi bozor chiqarishga harakat qildik. Ahmedov o'z kanalidan uzoqlashmanglar, zo'rlari faqat bizda chiqadi. Mana bu ikkinchi g'unajin, ya'ni ikkinchi g'unajin paroda kirib keldi. Buni narxi bilan ham tanishtiramiz. Lekin bosh katta narsalar kirib keldi. Aka, nima bo'ldi? Ketdimi bu? Nechi pulga? 41 million so'mga ketdi ekan mana bu ko'rsatganimiz. Yaxshi, savdosini bersin. Qadrli yurtdoshlar, sizlarga ozmi ko'pmi ona bolalar reklama qildik va obzor qilib videolarni qo'yib bordik. Bizni videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna tugmalarini bosib, like va podpiskalar ayamaymiz. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib qolasizlar degan umiddamiz. Ahmedov o'z kanalidan uzoqlashmanglar.